Oho, hamma joy chiqindi bo'lib ketibdi-ku. Hozir markaziy yo'l bo'lsa, chiqindi tashuvchilar qayerga qarayapti? Hozir men bularni internetga chiqarib yuboraman. Nima bu hamma joy chiqindi bo'lib yotibdi? Hech kim qaramaydi bu yoqqa. Markaziy yo'l atroflaridagi belgilanmagan joylarga tashlangan chiqindilarni bartaraf etish uchun qaysi tashkilot mas'ul? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-dekabrdagi 5-sonli farmonlari bilan hududlarni tozalashga mas'ul bo'lgan shaxslarning aniq ro'yxatlari tasdiqlab qo'yilgan. Obodonlashtirish obyektlarida yo'llar, piyodalar yo'laklari, yer osti o'tish yo'laklari va boshqa shu kabi joylarni tozalashga tuman shahar hokimliklari huzuridagi obodonlashtirish boshqarmalari mas'ul hisoblanadi. Qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqib ketish bo'yicha xizmatlar ko'rsatuvchi sanitar tozalash korxonalari esa belgilangan grafik asosida belgilangan joylardan qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish bilan shug'ullanadi. Shunga qaramasdan ular tomonidan bugungi kunda yurtimiz tozaligiga o'z hissasini qo'shish maqsadida grafikdan tashqari vaqtda belgilanmagan joylarga to'plangan chiqindilarni ham bugungi kunda olib chiqib ketmoqda. Bilamizki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra atrof muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish har bir fuqaroning asosiy burchlaridan biri hisoblanadi. Hurmatli fuqarolar, o'z ehtiyojingiz natijasida yuzaga kelgan chiqindilarni belgilangan joylarga tashlashingizni so'rab qolamiz. Atrof muhit tozaligi uchun barchamiz mas'ulmiz.